Bunaqa katta mashinani kichkina narxga tushirib qo'yish faqat Inomarka Namanganning qo'lidan keladi. Ishonavering, Haval H6 ni eng full variantlaridan narxini hech pulga bo'lasiz. Salonda xuddi shunaqalar bor, 300 milliondan tepa sotilayotgan. Bitta like bosib qo'ying. Vobshe yurib tashladik narxini. 2022-yil 100 ming probegda bir qo'l minilgan mashina ekan. Slepovoy zonalarigacha bor. Beskulchoy do'stliklarigacha bor, elektropaket o'rindiqlari ham bor, panorama tomlari ham bor. Bitta like bosib qo'ying, apshib bilan turishini qarang. Vobshe urinib ham qolmagan. Mashina bir qo'l akkurat haydagan. Shaybali skorslargacha. Bilasizku, yangi chiqqanlar shunaqa chiqqan. Aynan narxi vobshe zo'r bo'ldi. Orqa tomonlari ham kengina bo'lgan. Haval H6 ning eng fulli, head-up displeylargacha bor, 360 kameralar bor. Yoqilg'isi ham benzinda, ham propanda. Propanda aytibdilar 600, 650, 700 gacha yurib beradi debdilar. Kraskasi bor. Eshikda, bu eshikda va kirloda. Sababi yondan ishqalangan ekan. Rasmigacha bor, oladigan odamga ko'rsatib qo'yaman dedilar. Xullas, Haval H6 ni hech pulda bo'ladi. Kommentda qoldirib qo'yingchi. Narxi vobshe zo'r bo'ldi. Like bosib tez tarqatib tashlang. Aynan Inomarka Namangan kuzatuvchilar uchun bo'ladiganini 15500 ga kelishtirib qo'ydik.